hozirgi zamonda traklar akalar va pterodaktil, ya'ni pitsikantroplar davrida ishlab chiqarilgan trak. Mon qaranglar, buni qishlog'imda ham bunaqa trak ko'rmaganman. Eng qizig'i bu haqiqatan ham trak. Ballonni qaranglar akalar. Ani kinolarda, balotalarda yuradigan ballonga o'xshaydi. Ichini ham sizlarga ko'rsatay akalar. Bismillah. Hammanglar eshitdinglar, ichimda aytmay. Sizlarga eshitgizib ayttiray. Qanchalik yaxshi odamligimni bilinglar. Endi sizlar uchun ishtonimni ham kir qildim. Mo changni qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Bu onayni magurda eshigi yopilar ekan. Buni ichida ketishni tasavvur qilinglar. +45 gradusda mana sizeniyada 3 kishi o'tirsa issiqda sakrab konditsioner degan narsa yo'qmi? Zapchas knopkalar qaranglar akalar. Hamma yo'lda o'ynab ko'rishimiz kerak. Qiziqqanmizni biz tiqib, sanchib, bosib bir narsa bo'lar deb. Va onayni magur mo'larni ham bosishimiz kerak. Baribir shu yosh bolaligimizga boramiz, mo'larda o'ynab ko'rishimiz kerak. Akalar, shu trakni olmoqchiman. Polni Amerika bo'yicha yurmoqchiman. Qanaqa fikr bildirasizlar? Nima deysizlar? Sizlar uchun, video olish uchun. Faqat sizeniyani almashtirish kerak ekan. Belimga ozgina botyapti mana ularni. Dagin. Qamalib qoldim. Va pastidagi trubasi nima ekan? Tomiga qo'yib qo'yishmabdi motorini ham. Mana senga bo'q edish deb. Qishloqlarda masalan temirlarni ichiga chiqsanglar, ari uylari bosib ketgan bo'ladi. Arilar chaqib, quylab chiqarib yuboradi bor. Bu yoqda bitta ham ari ko'rganim yo'q. United States